Toshkent International University ro'parasida joylashgan navbatdagi obyektimizga yetib kelganmiz. Ushbu joyda akbar ishdan NDF eshigi va polniy parametr bo'ylab plyonchlarni aylantirib beryapmiz. Ishlarni kecha boshlagandik. Bugun mana yig'ib ruchkalarni qotirish etabiga ham yetib keldik. Eshiklarimizni balandligi 2.40, eksklyuzivniy dizaynda bo'lgan. Eshigiga qasham berish uchun bunaqa pechenkalardan ishlatganmiz. Общий 11 ta eshik, polniy parametr bo'lib plyonch o'rnatib beryapmiz. Kirishda sanuzel eshigi ham qo'yiladi. Albatta, ushbu ishlarimiz oxiriga yetganda sizlarga to'liq video obzorini ham qilib ko'rsatib beramiz. Bu tomonda mana bitta sanuzeli